va har bittamiz duolarimizni ijobat bo'lishigini xohlaymiz. Hech kim noumid bo'lishini xohlamaydi. Mustajob bo'ladigan duo egalari kimlar? Qaysi kishilarda duolarini Alloh taolo ijobat qiladi? Birinchidan, mustor odamning duosi ijobat bo'ladi. Qiyinchilikka tushgan, mashaqqatga tushgan, Allohni o'zigagina yig'layotgan kishi o'rtaga hech kimni qo'ymas ekan, Allohdan boshqa hech kimdan umid qilmasdan duo qilar ekan, albatta duosi ijobat bo'ladi. Ichiladagi bitta odam shoshilmas ekan, shoshiltirmas ekan, albatta ijobat bo'ladi duosi. Qanaqa qilib shoshiltiradi? Qanaqa pul topayotganimizga qaraylik, akalar. Qancha topayotganligimizga emas. Ko'p bo'lganda ham yetmagan, oz bo'lganda ham yetmagan. Insonga hech qachon yetmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Va la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka va la yadurruk. Allohni qo'yib sizlarga na foyda va na ziyon keltira olmaydigan boshqa kishilarga, boshqalarga duo qilmanglar, Alloh taolo marhamat qiladi Yunus surasida. Bugungi suhbatimizning mavzusi duo. Duo nima? Duo bu ibodat. Duo bu suyanishlik. Duo bu so'rov. Duo nido. Duo so'z. Duo bu hamd sano maqtov. Duo avvalambor ibodat deb aytdik. Kishi duo qilishlik bilan o'zini duo qilinayotgan, so'ralayotgan tomonga faqirligini, muhtojligini, xorligini tan olishligi. Kishi Robbisiga duo qilar ekan, o'zini Allohning beradigan yaxshiliklariga muhtojligini, o'zini zaifligini va mana shu muhtoj bo'lib turgan narsasiga faqat Alloh subhanahu va taologina qodir ekanligini tan olishligi hamda duo bu iymonning cho'qqisi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyat karimada Allohni qo'yib sizlarga foyda ham ziyon ham yetkaza olmaydigan kimsalarga duo qilmanglar dedi. Demak, ibodat faqat Allohga bo'lar ekan, duo ana shu ibodatda bir ko'rinishi bo'lganligi uchun Allohdan boshqaga duo qilayotganlar, Allohdan boshqaga sig'inayotganlar qatorida bo'ladi. Nauzubillah. Duo bu bandani suyanishligi. Alloh taolo shunday bir marhamat qiladi: "Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sodiqin." Mushriklarga Muhammad alayhisalom Qur'on oyatlarini o'qib berib, bu Allohning kalomi ekanligini aytganda, ular bu Muhammad o'zi yozib olgan yoki falon joydagi bir Rahman ismli bir kishi unga o'rgatyapti deyshar edi. Alloh taolo ularga xitob qilib, agar sizlar biz bandamizga tushirgan narsadan, Qur'ondan shak shubhada bo'lsangizlar, u holda shunga o'xshagan birgina sura keltiring va Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring agar rostgo'y bo'lsangiz. Alloh taolo mushriklarga agar qo'lingizdan keladigan bo'lsa shunday yozishlik, yordamga Allohdan boshqa insu jinni hammasini yig'ing dedi. Duo yordam so'rashlik. Duo bu savol dedik. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum dedi Alloh marhamat qilib. Parvardigorimiz duo qilinglar, men ijobat qilaman dedi. So'rashlik Alloh taologa bo'ladi. Suyanishlik Alloh taologa bo'ladi. Qo'rqishlik Alloh taolodan bo'ladi. Inobat faqat Allohga nisbatan bo'ladi. Jannatiylar jannatga kirar ekan, bir-birlariga da'vahum fiha subhanaka Allohumma va tahiyyatuhum fiha salam. Alloh azza va jallaga biror narsani so'ramoqchi bo'ladigan bo'lsa jannatiylar subhanaka Allohumma der ekan. Bu duo bo'ladi va Parvardigorga so'zlashlik bo'ladi. Ulamolar aytadi, Alloh menga so'zlasin desa bir kishi Qur'on o'qisin. Chunki Qur'on Alloh taoloning kalomi bandalarga yuborgan, Qur'onda eshitar ekan, Alloh unga so'zlaganligini topadi. Endi Allohga gapi bor odam bo'lsa, namoz o'qisin va orqasidan duo qilsin deydi. Qo'lingizni ochib Allohga duo qilib turgan paytingizda Alloh bilan gaplashayotgan bo'lasiz. Alloh taolo bilan gaplashishlikda mana duo dedik. Mana duolarda eng bir ulug'laridan Ibrohim alayhisalomning sunnatlaridan qolgan bir sunnatki munojot degan ibodatni aytib o'tganmiz. Kishi Robbisi bilan xuddi Robbisini ko'rib turganda qanday gaplashishligi mumkin? Xuddi shunday gaplashishligi munojot deyiladi. Agar inson mana shu ibodatni huzur halovatini topadigan bo'lsa, ko'proq yolg'iz qolishni xohlaydigan bo'lib qoladi. Duoni albatta hammamiz qilamiz va har bittamiz duolarimizni ijobat bo'lishligini xohlaymiz.
Hech kim noumid bo'lishni xohlamaydi. Mustajob bo'ladigan duo egalari kimlar? Qaysi kishilarda duolarini Alloh taolo ijobat qiladi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga quloq soladigan bo'lsak, ulardan shunday bir xulosa chiqarsak bo'ladi. Birinchidan, mustor odamning duosi ijobat bo'ladi. Qiyinchilikka tushgan, mashaqqatga tushgan, Allohni o'zigagina yig'layotgan kishi o'rtaga hech kimni qo'ymas ekan, Allohdan boshqa hech kimdan umid qilmasdan duo qilar ekan, albatta duosi ijobat bo'ladi. Ikkinchisi, mazlum odamning duosi ijobat bo'ladi. Agar u kofir bo'lsa ham. Bir kishi ikkinchi kishi zulm qilar ekan, zulm ko'rgan kishi shu odamning haqqiga duo ibodat qilar ekan, duosi albatta ijobat bo'ladi. Yana qaytarib aytamiz, agarchi bu odam kofir bo'lsa ham, ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosi ijobat bo'ladi. Odil imomning duosi ijobat bo'ladi. Solih kishining duosi ijobat bo'ladi. Ota-onasiga yaxshilik qiluvchi bo'lgan farzandning ham duosi ijobat bo'ladi. Ro'zadorning duosi ijobat bo'ladi. Musulmonni boshqa bir musulmon birodariga g'aybdan, zohiril g'oyibdan qilgan duosi ijobat bo'ladi. Va modomiki musulmon gunoh, ma'siyatga yoki qotil rohimga duo qilmas ekan, u musulmonning ham duosi ijobat bo'ladi. Gunohlardan tavba qilmoqchi bo'lgan odamning duosi ijobat bo'ladi. Hamda musofirning duosi ijobat bo'ladi. Mana quyida 11 ta duosi ijobat bo'ladigan odamlarni ro'yxati aytilindi. Endi quyida hadislarga quloq solamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan? Duosi ijobat bo'ladigan odamlarni sanab o'tdik. Endi duo qilishlikdagi ba'zi bir shartlar bor. Mana shu shartlar bizda bormi? Mana hammamiz duo qilamiz. Ijobat bo'lishligini xohlasak, ijobat bo'lishlikda shartlarini qoyim qilishimiz kerak. Hammamizga kerak narsa bu. Chunki duo ibodatmi? Ibodatda qabul bo'lishini xohlaymizmi? Tahoratimiz bo'lmasa, o'qigan namozimiz qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, kun hali botmasdan turib, og'zini ochib olgan kishining ro'zasi qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, biz duo qilsak-ku, duoni ijobat bo'lishlik shartlarini bajarmagan bo'lsak, duolarimiz ijobat bo'lmaydi. Birinchidan, duo qilayotgan odam qalbida faqat ixlos bilan duo qilishligi kerak. Alloh taoloning o'zigagina duo qilishlik kerak. Chunki agar bandalarim men haqimda sizdan so'rasa, ey Muhammad alayhisalom, ayting, men ularga yaqinman. Allohni qo'yib, sizlarga foyda ham, ziyon ham keltirmaydiganlarga duo qilmanglar deyapti. Qo'lni ochganda, "Ey Parvardigorim" dedi, bo'ldi. O'rtaga pirlar, avliyolar, ota-bobolarning ruhlari, bularni qo'shishlik shirk bo'ladi. Ota-bobomiz ruhi qo'llasin. Davud pirim qo'llasin. Bilamiz, shunaqa bir narsalar keng yayilib ketgan. Albatta bu ilmsizligimizdan paydo bo'lib qolgan biz o'rtamizda. Duo faqat Allohga qilinadi. Agar mana shu Allohga qilinayotgan duoda ichida opa dadamizmi, pirmi, qaysi avliyo kirib qoladigan bo'lsa, bu duo albatta ijobat bo'lmaydi. Balki bu bilaks shirkka olib boradi. Ikkinchidan, duoda ijobat bo'lishining sharti shu duo qilayotgan kishi Allohning buyruqlarini bajarayotgan va gunoh, ma'siyatdan tiyilayotgan bo'lish kerak. Bir duo qilib qo'yaman haqqingizga deyotgan kishini bir qator qarab qo'yaylik kimligini. Albatta yaxshi duo qilgan, lekin duosi ijobat bo'ladigan odamlarda bitta sifat shu ekanki, amri ma'ruf nahi munkarda Allohning buyruqlarini qiladi, gunohlardan tiyiladi. Chunki gunohni qilmasdan qilib yurgan odamni, harom yeyotgan kishini duosi ijobat bo'lmasligi haqida mana hadislar bor. Uchinchidan, kishi duosi ijobat bo'lishligi uchun yegani, kiygani, ichgani halol narsadan bo'lishligi lozim. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam, ana hozir sharhini o'qiymiz. Musofirning duosi ijobat degan, lekin safar uzoqligidan yegani harom, ichgani harom, kiygani harom bo'lib ketdi. Duosi qanday ijobat bo'lsin buni deydi. Duosi ijobat bo'ladigan musofir agar luqmasi harom bo'ladigan bo'lsa, kiygan kiyimi, ichgan sharobi harom bo'ladigan bo'lsa, duosi ijobat bo'lmaydi. To'rtinchidan, bir duoni qilib ijobat bo'lishligidan oldin inson tomonidan savobli amal qilishligi kerak. Ota-onaga bir xizmat qilindi, orqasidan duo qilindi. Inshaalloh ijobat bo'ladi. Kambag'al bechoraning boshini siladik, yetimga muruvvat qildik, savobli ish bo'ldi. Ya'ni uyingizga bir odam kelib, bir xizmatingizni qilib turib, pulini ber desa, albatta berasiz. Endi aksincha kelib turib, bir narsani buzib qo'yib turib, pul bersa nima deysiz? To'ylarda Alloh saqlasin, bir johil to'ylarda oldinglarga qo'yilgan qadahlarda olinglar, kelin kuyovga baxt tilaylik deydi. Tilashlik nima? Bu duo edi bu. Duo kimga qilinardi? Allohga qilinardi. Allohni g'azablantiradigan, ma'siyatga to'lgan majlisda bu 2 yoshli baxt tilanyapti. Duo qilishlikdan burun birodarlar 5 so'm sadaqamidi. Ota-onamizning bir xizmatimidi.
savobli ish qilib turib orqasidan duo qilsak, ijobat bo'lishi shartlaridan bittasi shu bo'ladi. 5-inchisi inson pokiza bo'lishi kerak, tahoratli bo'lishi kerak. Duoning odoblaridan. Mana keyingi bandga o'tamiz. Duoni ijobat bo'ladigan bir vaqtlari bor. Muborak vaqtlar. Bu Arafa kunida duo qilishlik, Ramazonda duo qilishlik, Juma kunida duo qilishlik, sahar vaqtida duo qilishlik. Va bil asharihum yastaghfirun. Allohning solih bandalari saharlarda Allohga istig'for aytib duo qilishadi. Duoni odoblaridan bittasi shuki, insonni ba'zi bir holatlari ham duoni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Sajda qilib turgan holatda. Aqrabu ma yakunu abdu min robbihi va huwa sajid dedi Rasululloh. Bandani Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati peshonasi yerga tegib sajda qilib turgan holati. Subhan robbiyal a'loni aytib bo'ldingizmi? So'rang siqqanicha. So'rang, malollangunizcha so'rang. Payg'ambarimiz aytadi, sizlar so'rab malollanib ketasizlar, lekin Parvardigoringlar eshitib malollanmaydi deydi. Bandasidan so'raganimizni yomon ko'rsa, Parvardigorimizdan so'raymay qo'ysa yaxshi ko'rmaydi bizni. So'rang. Agar hojatingizni hammasini Allohning o'ziga aytib olsangiz, bandasiga aytadigan so'zingiz qolmaydi. Shunday emasmi? Dardingizni, shikoyatingizni to'kdingiz Allohga. Yuragingiz bo'shadi. Bandasiga nimangiz qoladi? Shirin gapingiz qoladi, shirin muomalangiz qoladi. Hadab kelib ming'ilab shikoyat qila olmaysiz. Duoni ijobat bo'lishi odoblaridan bu qiblaga qarab qo'lni ko'tarib turishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Arafotda shomgacha qo'lini ko'tarib osmonga duo qilib turganligini rivoyat qiladi sahobalar. Badr g'azotida Allohdan nusrat so'rab payg'ambarimiz shunday qo'lini osmonga ko'tardiki, yelkasiga tashlab olgan ridolari tushib ketdi. Qo'lni ko'tarib osmonga ko'kka cho'zib Allohdan so'rashlik duoni odoblaridan hisoblanadi. Yana odoblaridan kishi duoni oshkor ham, maxfiy ham aytmasligi. Mana shu ikkitasini o'rtasida pichirab duo qilib so'rashligi. Chunki Alloh taolo o'zi aytadi: "Ud'u robbakum tadarruan va xufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Alloh taolodan qo'rqgan holda, Alloh taolodan umid qilgan holda, ya'ni maxfiy holatda. Bir yo'li ichingizda ham emas, bir yo'li oshkora ham emas. Pichirab so'rang. Mana shu duoni odoblaridan. Yana odoblaridan kishi duo qilayotganda oshiqcha takallufga berilmasligi. Ya'ni so'zlarni terib, qofiyali qilishlikka harakat qilib, bir chiroyli qilib, rang-barang qilib duo qilishlik emas, boricha tilingizga nima keldi? Nima keldi? Ba'zi bir odamlarda qofiyalik, davomli qilib duo qila olmaysiz, lekin bori kelyaptimi? Allohga shu narsa yoqadi. Oshiqcha takalluf 10 yil kitob o'qisangiz ham o'sha duo qila olmaysiz. Lekin kerak emas unaqa duo qilishlik. Borini so'rang Allohdan. Parvardigoringiz ichingizdagi narsani bilib turadi. Musa alayhisalom Allohga duo qilar ekan, Parvardigoro, men seni beradigan yaxshiligingga muhtojman dedi. Alloh akbar, bo'ldi. Alloh beraverdi. Atini aytmadi. Duoni odoblaridan kishi ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilishlik lozim bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: Allohga duoinglar ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilinglar. Zero Alloh qalbi g'ofil kishining duosini ijobat qilmaydi. O'zimizni bir qator savolga tutib ko'raylik-da. Qo'limizni ochganda shu qoraka duoni cho'zib yubordi demasdan, qalbimiz bilan, qalbimiz shu yerda tirik turib so'rayapmizmi yoki esnab turib duo qilyapmizmi? Duolarimiz ijobat bo'lmasligiga yoki kechishligini sabablaridan bittasi qalb tirik emas. Ijobat qilishiga aniq so'rashlik kerak. Ro'parangizda ikkita odam turibdi, bittasini qo'lida hech narsasi yo'q, so'rasiz bera olmaydi, ikkinchisida bor, berishi mumkin. Ikkalasidan so'rashingiz bir xil bo'ladimi? Nomiga bundan so'rab qo'yasiz. Lekin ikkinchi odamda berishligiga umid qilganingiz uchun, ya'ni dardingizni ko'paytiribroq, kuchaytiribroq, ishontiribroq gapirishga harakat qilasiz. Allohga duo qilayotganda ijobat bo'lishigida shubha qilmasdan duo qilishlik lozim bo'ladi. Duoning odoblaridan yalinib Allohga yolvorib duo qilishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyati. Duo qilsa bitta kalimasini 3 martadan qaytarardi. Bir narsani so'rasa 3 martadan so'rar edi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duosi ijobat bo'ladigan zot, yalinib, yolvorib 3 martadan kalimasini qaytarib, 3 martadan aytib so'rayotganda biz necha marta qaytarishimiz kerak? Duoni boshlashlikda Allohga ham Payg'ambar alayhisolamga salovat bilan davom etkazishlik va duoni oxirida payg'ambarga salovat aytishlik bilan tugatishlik duoni odoblaridan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bandalarim sizdan ey Muhammad alayhisalom, men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Bas haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar, menga iymon keltirsinlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda muttafaqun alayhi shunday deydi. Ana innalloha azza va jalla yaqul ana 'inda zonni 'abdi bi va ana ma'ahu idza da'ani. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida shunday deydi. Men bandamni gumonidaman. Nima degani? Meni duoyim ijobat qilmaydi Alloh deydi. Uniki ijobat bo'lmaydi. Aniq ijobat qiladi Alloh deydi, uniki ijobat bo'ladi. Alloh meni duoyimni eshitmaydi deydi. Men eshitmayman unikini deydi. Alloh duoyimni eshitadi deydi, eshitaman deydi. Bandam meni qanday gumon qilsa, qanday o'ylasa, men shuman. Agar duo qilsa ijobat qilaman dedi. Biz ham duomizni eshitamikin Xudoyim? Biz ham duoyimizni ijobat qilamizkin Xudoyim deyotgan, shubhada duo qilayotganlarning duosi hech qachon ijobat bo'lmaydi. Kishi Allohning ijobat qilishiga shubha qilmasdan duo qilishi lozim bo'ladi. Bir kishi qalbi bilan tirik ijobat bo'lishiga ishonib duo qildi. Duo qildi, kelavermayapti hadeb. So'rayotgan narsasi. Ko'p bo'ladi bu narsa. Kelavermayapti-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil." Faqala ya'jal. Qad da'awtu falam yustajab li. Ichiladagi bitta odam shoshilmas ekan, shoshiltirmas ekan, albatta ijobat bo'ladi duosi. Qanaqa qilib shoshiltiradi? Ha, Allohga duo qildim, ijobat qilmadi. Bo'ldi, ijobat bo'lmaydi endi. Ehtimol ertaga kelardi. Ehtimol indinga kelar edi. Endi kelmaydi. Chunki duo qildim, ijobat qilmadi deb turib, Allohdan noumid bo'ldimi? Bu kishining duosi ijobat bo'lmasligi aniq. Bizning ishimiz duo qilib so'rab qo'yishlik, berish Allohning ixtiyoridagi narsa. Chunki biz duo qilar ekanmiz, albatta 3 ta narsadan bittasiga albatta yetishamiz. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis Abi Said al-Khudri roziyallohu anhudan. Banda duo qilar ekan deydi Rasululloh. Albatta 3 ta narsadan bittasiga yetadi. Yo so'ragan narsasini tezlik bilan oladi, yoki oxiratga olib qo'yiladi, yoki so'raganchalik narsani ziyonidan Alloh tiyib qo'yadi. Million so'radingiz, Alloh xolasa beradi. Xolasa millionlik savobni oxiratga olib qo'yadi, xolasa millionlik ziyondan nima qiladi? Mana uchala holatdan qaysinisida biz yutkazyapmiz, aytinglarchi? Uchalasida ham yutyapmiz. Dunyoda bersa ham yutyapmiz, oxiratga o'tkazib qo'ysa ham yutyapmiz, millionlik ziyondan tiyib qo'ysa ham yutyapmiz. Demak, bandalar duo qilishligi o'zlarining foydasi. Imom Muslim rivoyati Abu Dardo roziyallohu anhudan musulmon odam boshqa bir musulmon birodarini zohiril g'oyibdan, ya'ni yonida turmasdan boshqa joyda turgan paytda haqqiga duo qilar ekan, yonida bitta farishta turadi. Amin. Amin. Aytganing ijobat bo'lsin, senga ham birodaringga so'ragan narsa bo'lsin deb turadi. Endi bir kunda necha marta o'zimiz haqqimizga duo qilamizda va necha marta g'aybda bo'lgan, bizni oldimizda bo'lgan birodarimiz haqqiga duo qilamiz. Safarda, tirikchilikda, boshqa bir mamlakatda yurgan bo'lsa. Duoning ijobat bo'lishining shartlaridan kishini luqmasini halol bo'lishiga deb aytdik. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda mu'minlarga dedi payg'ambarimiz. Payg'ambarlarga buyurgan narsani buyurdi. Ya ayyuhar rusul kulu minat toyyibati va a'malu soliha. Payg'ambarlarga nimani buyurgan edi? Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yenglar va solih amallarni qilinglar. Endi mu'minlarga nima dedi? Ey iymon keltirganlar, pokiza, biz sizlarga rizq qilib bergan pokiza narsalardan yenglar dedi. So'ngra bir safarga chiqqan odamni payg'ambarimiz zikr qiladi. Musofir odam duosi ijobat. Lekin safar uzoq bo'lib ketgandan kiyimi iflosi chiqib ketdi. Najosatda edi, iflos bo'lib ketdi. To'g'ri kelgan narsani yeyishga to'g'ri keldi. Luqmas harom bo'ldi. Jasadi harom bo'ldi. Harom bilan o'ralib ketdi. Yana bu banda qo'lini ochib osmonga qarab, "Ya Rob, ya Rob." Duosi qanday ijobat bo'lsin? Yegani, ichgani, kiygani harom bo'lib ketgan bo'lsa. Qanaqa pul topayotganimizga qaraylik, akalar. Qancha topayotganligimizga emas. Ozgina pul topib turib, halol bo'lsa, umid bilan qalbimizdan duo qilsak, Alloh barakot beradi shu pulimizga. Qanchaligi qiziq bo'lmasin, qanchaligi hech qachon yetarli bo'lgan emas. Buni kattalarimiz yaxshi biladi. Ko'p bo'lganda ham yetmagan, oz bo'lganda ham yetmagan. Insonga hech qachon yetmaydi. Boyagi hadisga qaytadigan bo'lsak,
Duo qilyapti, so'rayapti, hech kelmayapti-da hali narsa. Hech kim til bilan aytmaydi, men duoim ijobat bo'lmayapti deb. Hayatidan o'tkazib qo'yadi. Mana shu narsadan ehtiyot bo'lishlik kerak. Shuncha yildan beri so'rayapman, bermayapti ya Alloh. Beramikin o'zi degan yuraydan o'tib qolmasligi kerak. Aniq ishonib duo qilishligimiz kerak bo'ladi. Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu shunday bir chiroyli hikmatli so'zlar aytadi. Insonning boshiga musibatlardan iborat bir dengiz to'lqinlari bostirib kelganda duo bilan qaytaringlar uni. Anas ibn Malik aytadi. Inson bolasi duo bilan hech qachon ojiz qolmaydi va hech qaysi kishi duo qilar ekan halokatga ham ro'baro bo'lmaydi. Abu Zar G'aforiy roziyallohu anhu aytadi, kishi Allohga duo qilsa, lekin orqasidan oldidan savobli amal qilmasa, bu xuddi tuzsiz ovqatga o'xshaydi qilgan ishi. Savobli ishni qilishlikdan oldin yoki keyin qat'iy nazar duo qilsangiz-u, savobli ish bo'lmaydigan bo'lsa, bu tuzsiz ovqat bo'ladi deydi. Gunohni qiladi, duoni qilaveradi. Namozni o'qimaydi, duoni qilaveradi. Haromdan pul deyaveradi, duoni qilaveradi. Bu odamning duosi ijobat olmaydi. Albatta oldida yoki orqasida savobli amal bo'lishligi lozim bo'ladi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu aytadi, kim o'zini gunohkorligini tan olayotgan bo'lsa, Allohning mag'firatiga ro'baro bo'ladi. Kim Allohga qilgan toatini minnat qilmasa, jannatga dohil bo'ladi. Kim Allohga ixlos bilan qo'l ko'targan bo'lsa, duo qilgan bo'lsa, albatta Alloh uni ijobat qiladi. Duo bu haqirlik, bu bandani xorligi deb aytdik. Shu inson Allohning oldida o'zini xor tutib, qo'lini ochib duo qilar ekan, albatta Alloh ijobat qiladi. Faqat shu duo qilishlikda insonning qalbi faqat Allohning o'ziga bog'lanishi lozim. Ja'far Sodiq roziyallohu anhu oldiga bir kishi kelib aytdiki, menga Allohning buyuk ismlaridan, Ismil Azamdan o'rgatmisizmi? Shu bilan duo qilsam ijobat bo'ladigan bo'lsin duoyim dedi. Ja'far Sodiq roziyallohu anhu xo'p dedi. 5 daqiqa qoldi, sal endi uyg'onib olinglar. Uxlayotganlar. Mana shunday bir qish kuni edi. Sovuq edi. O'rgataman, faqat bitta shartim bor dedi. Kiyimlaringni yechasan, chiqib onovi muzlab turgan hovuzda dedi. Muzda turgan hovuzda cho'milasan dedi. Endi Ismil Azamni o'rgataman deyapti. Ya'ni shunday bir ismki, shuni o'rtaga qo'yib duo qilsa, albatta duo nima bo'ladi? Ijobat bo'ladi. Ya'ni arziydi bu saqotishlikka. Kiyimlarini yechdi, suvga tashadi. Bir muddat suvda turdi-da, shunday suvdan chiqib kelayotgan paytda Ja'far o'zini ashablariga qaytaringlar suvga buni dedi. Chiqmoqchi bo'ldi, uni turtib suvga tushirishib yubordi. Har qancha yalindi bularga, har qancha iltimos qildi, muzlab qolaman, o'lib qolaman deb yolvordi. Lekin chiqarishmasdan turtishyapti qaytib. Oxiri o'lishligini sezib qoldi. Muzlab qatib qolishini sezdi-da, Allohga xolis duo qilishni boshladi. Parvardigor, o'zingdan boshqa madodim yo'q. Xolis duo qilganligini eshitgandan keyin Ja'far chiqaringlar dedi. Chiqdi. Kiyinib, sinib o'ziga kelgandan keyin endi o'rgating dedi. Sen o'rganding dedi. Chunki seni chiqarib olishiga mumkin bo'lgan odamlar seni turtayotganligini ko'rganingda Allohdan boshqa hech kimga umid bog'lamading. Yine Alloh seni chiqardi dedi. Xulosa, biz bandalarning orqasidan yurib, bandalarga yalinib, "Moishimni to'lab berib qo'ying, mana kamimni qilib berib qo'ying" deb yalinib, yolvorib turib, oxirida duo qilamiz. Chunki bu banda sizni hojatingizni ravo qila olmaydi. Bu o'zinikini ham ravo qila olmaydi bu. Qayoqdan o'zizgina ravo qilib bersin? Bizning duomiz qachon ijobat bo'lar ekan? Qo'llarimizni ko'kka ko'tarib, hech kimdan umid qilmagan holda, faqat Allohning o'ziga iltijo qilganimizda Alloh ijobat qiladi. Konstantiniyani fathida haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir hadislarda aytadi. Konstantiniyani eng zo'r qo'shin fath qiladi. Naqadar zo'r qo'shin bu qo'shin va naqadar zo'r amir bu amir dedi. Juda ko'p sahobalar, juda ko'p tobiiylar mana shu sharafga yetishlik uchun mana shu Konstantiniyani fathida harakat qilsin, lekin ularga Alloh taolo nasib qilmadi. Muhammad Fotih mana shu shaharni fath qilgan muzaffar qo'mondon 12 yasharida eshitar ekan hadisda, o'qir ekan. Men bo'laman o'sha der ekan. Men fath qilaman der ekan. Mo'jjalni balad qo'yyapti. Uy solaman, mashina minaman demayapti. Alloh roziga o'sha payg'ambarimiz aytgan sharafga men yetaman dedi. Allohga haqirlik bilan duo qildi. Alloh taolaga o'zini muhtojligini izhor qildi. Zaifligini tan oldi. Allohdan boshqa hech kimga umid qilmadi. Alloh taolo mana shu kishiga nasib qildi.
mana shu shaharni fath qilib, yer yuzidagi eng katta mamlakatda ikkinchisini musulmonlarda qo'lga o'tgan paytda yer yuzidagi eng boy bo'lgan, eng qudratli bo'lgan podshoh o'zini chodirida sajda qilib turar edi. Yonidagi vazirlardan biri chodiriga kirgan paytda. Kirgan odam haligi Muhammad Fotihni turishiga rosa kutdi, lekin cho'zilib ketdi. Muhammad Fotih nima der edi? Allohga o'zini faqirligini izhor qilar edi. Allohga zaifligini izhor qilar edi. Allohga muhtojligini, boshqalarga muhtoj emasligini tan olar edi. Allohni o'zigagina xorlik qilganligi uchun, Allohni o'zidangina umid qilganligi uchun Alloh hech kimga bu kishini muhtoj qilmadi. Allohni o'ziga yig'lasak, boshqa bandasidan umid qilmasak, albatta Alloh taolo birovga xor qilmaydi. Duo Allohga bo'ladi. Duo, umid, suyanish, so'rash Allohdan bo'ladi. Bandasini o'rtaga qo'yishlik duoning ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Handaq g'azotida 300 ta musulmon bilan qoldi. Ro'parasida 10 mingta qo'shinga qarshi. Allohning o'zidan boshqaga muhtoj bo'lishmadi, Allohni boshqasidan kutmadi umidni, Alloh taolo shamol bilan dushmanni nari qilib qo'ydi. 314 ta musulmon 1000 tadan oshiqroq bo'lgan Badrda mushriklarga ro'baro bo'lib, Allohning o'ziga ila duo qilishuvdi, 1000 ta farishtani tushirdi. 12 ming qo'shin Xunaynda yengilib qolib, 100 ta odam yig'ildi payg'ambarimiz atrofida. Allohning o'ziga ila muhtoj bo'lishuvdi. 12 ming qo'shin yenga olmagan dushmanni 100 ta qo'shinda 100 kishini qo'li bilan Alloh taolo g'alabani berdi. Bu kishilar Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmagan. Duoni faqat Allohga qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildi. Abu Bakr xalifa bo'ldi. Bilolga ozon aytishlik deb buyurdi. Bilol roziyallohu anhu ozon aytmayman dedi. Aytasiz dedi. Ey Abu Bakr dedi. Agar siz meni Umayyadan o'zingizga qul qilish uchun sotib olgan bo'lsangiz, buyuring chiqib aytaman. Agar siz meni ozod qilishligingiz Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, meni tinch qo'ying dedi. Qanday qilib ozon aytaman men? Hayya alas solah, hayya alal falah deb Rasulullohning hujrasiga qarasam, Rasululloh chiqib kelmasa men qanday toqat qilaman dedi. Rasululloh o'tdi. Oradan bir necha o'yinlar o'tdi. Quddus fath bo'ldi. Quddusda sahobalar yig'ilishdi. Butun Shom yurtlarida yurgan musulmon lashkari yig'ildi. Hazrat Umar Quddus kalitini oldi, iltimos qilishdi. Bilolga ayting ozon aytib bersin deydi. Bilol roziyallohu anhu ozon aytdi. Hamma sahoba yig'ladi. Chunki bu sahobalar Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmagan edi. Bularning duosi faqat Allohga bo'lgan. Ishonishi Allohga bo'lgan, suyanishi Allohga bo'lgan. Alloh bularni yer yuzida mukarram bandalardan qildi. Duolarimiz ijobat bo'lishi uchun Allohni o'zidan boshqaga bog'lamaslik lozim. Ixlos bilan duo qilishlik kerak bo'ladi. Shunda duolarimiz ijobat bo'ladi. Har kuni ertalab turib ko'chaga chiqib ketayotganda mana shu ixlosimizni yangilab olishligimiz kerak. Niyatlarimizni yangilab olishligimiz kerak. Chunki amalda qilib turib, unga kuyib qolishlik insonga juda ham alam qiladi. Qilmasdan biror narsaga erishmasangiz, endi harakat qilmodim bo'lmadi-da deysiz. Ammo harakat qilib turib, mehnat qilib turib, qiyomatga borganda bu amallari yuziga uriladigan bo'lsa, insonga juda ham alam qiladi. Keyingi oyat. Haqiqiy musulmon bo'lgan holida o'zini Allohga topshirgan va haq yo'ldagi Ibrohimning diniga ergashgan kishining dinidan ham go'zalroq din bormi? Axir Ibrohimni Alloh o'ziga do'st tutgan. Bunga o'xshagan ixlosga buyuradigan oyatlar Qur'onda juda ham ko'p, birodarlar. Ixlos mana shu narsa. Biz Allohning huzurida martabamiz baland bo'lishi uchun, Allohga mahbub bo'lishi uchun ko'p amal qilamiz. Ko'p amal qilishimiz kerak. Ammo payg'ambarimiz ushbu hadisga quloq tutaylik-da. Ya Muaz, axlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Rasululloh Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu ga nasihat qilib aytdilar: "Ey Muaz, diningizni xolis qiling. Shunda amalning ozginasi ham sizga kifoya qiladi." Ko'p amal qila olmayapsizmi? Bilyapsiz, amalingiz oz. Lekin qilayotgan ozgina amalingizni ixlos bilan qiladigan bo'lsangiz, Rasululloh aytayaptilar, shuni o'zi yetadi senga. Alloh taolo Qur'onda mana shu ixlossiz amal qilganlarning amallarini ahvoli nima bo'lishligini xabar berib aytadi. Astagfirullah. Va qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ko'p amal qilgan, katta amal qilgan, lekin xolis bo'lmagan. Alloh aytadi, zotan biz ular qilgan har bir yaxshi amalga kelib,
uni sochilgan to'zon kabi qilib qo'ygandirmiz. Yo'q qilib Alloh taolo. Yo'q qilib. Har qancha katta bo'lmasin, agar amal ixlossiz bo'ladigan bo'lsa, sohibiga u foyda bermaydi. Endi ixlos bilan ozgina amal qilingan bo'lsa, mana shu amal o'zini sohibiga foyda beradi. Ikki dunyoda saodat yetishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu ga qilgan nasihatiga quloq tutamiz. Ya Sa'd, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdadatta bihi khayran va darajatan va rif'atan. Ey Sa'd, albatta xilof qilmasdan bir amalni Allohning yuzi uchun qilar ekansiz. Albatta ana shu amal bilan yaxshilik, daraja va martaba jihatdan ziyoda bo'lasiz. Buxoriy va Muslimdan. Ya'ni bir ishda Allohning o'zi, yolg'iz Allohning roziligi uchun qiladigan bo'lsangiz, mana shu qilgan ozgina amalingiz bilan darajangiz ham ko'tariladi, martabangiz ham ko'tariladi, yaxshiliklardan kattasiga ega bo'lasiz. Ixlos, ixlos, ixlos. Ixlosni ulamolar sutga o'xshatadi. Sigir yoki qo'y yoki echki sariq cho'pni yeydi, ko'k cho'pni yeydi, boshqa rangdagi cho'plarni yeydi. Oshqozoniga tushadi. U yerda nima deydi? Yiring edi, u edi, bu edi, mana shu cho'plar aralashadi. Ichakka o'tadi. Qon, yiring aralash najosatlarning ichidan oppoq sut chiqadi. Sutga o'xshaydi ixlos. Chunki insonning miyasida ham turli riyo, xo'ja ko'rsin, shirk, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Mana ishni qilsang palonchi maqtaydi, mana ish qilsang hurmating bo'ladi. Shunga o'xshagan buzuq, noto'g'ri niyatlarning ichidan xolis Alloh uchun deb niyatni tozalab ish qilar ekan, boyaga qorindan sut chiqqandek birodarlar toza bo'lib. Insonda mana shunday pokiza bo'ladi. Juda qiyin narsa bu. Juda ham qiyin narsa. Ixlosli va ixlossiz odam. Bir odam so'rashi mumkin. Men ixloslimanmi yoki ixlossizmanmi? Qanday bilaman? Savol shunal ekan. Mana o'zidan so'rang. Men ixloslimanmi, ixlossizmanmi? O'ylanmasdan nima deymiz? Ixlosliman deysiz. Har kim o'zi xohlagandaqa, ya'ni qanday bo'lishni xohlagan bo'lsa, o'shunday tasavvur qiladi o'zini. Bizni qori domlamiz o'sha manaqa katta yoshdagi shogirdlarga Qur'on o'qitsa, xullas o'sha mayda suralarni bergan, o'qib kelgan, o'qisa xatosini topaveramish. Mahrajdan xato qilyapsiz, tajvidda xato qilyapsiz, xatosini topaversa, demish. Domla, men uyda Mishari Roshid bilan bir xil o'qiyman kasetani qo'yib olib. Sizlar xatoimni topaverasiz. Ya'ni o'shanga bo'lishni xohlayapti va o'shaqa deb hisoblayapti o'zini. Mishari bilan bir xil o'qir ekan. Mana endi hamma o'zini Mishari ibn Roshid al-Ifasi deb his qilgandek, hamma o'zini muxlisman deb o'ylaydi, xolisman deb o'ylaydi. Mana ulamolar bir qancha bir belgilarini aytishgan ekan. Agar shu belgilar sizda bo'lsa, demak ixlosli odamsiz. Odamlarni maqtashi va yomonlashi sizga barobar bo'lsa, demak ixlosli ekansiz. Savobli ishni qildingiz, birov bilmadi, birov maqtamadi. Maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qilaverasizmi? Demak ixloslisiz. Ma'qulmi? Yana bir belgisi, riyodan uzoq bo'lsangiz. Ya'ni odamlar ko'rib qolishini xohlamasangiz. Haqiqiy muxlis banda o'zining ayblarini qanday yashirsa, o'zining fazilatlarini, savobli ishlarini ham shunday yashiradi. Qaytarib aytaman. Siz o'zingizni ayb kamchiliklaringizni yashirgandek, savobli, chiroyli bir fazilatli amallaringizni ham odamlarga ko'z-ko'z qilishdan yashirayotgan bo'lsangiz, demak ixlosli ekansiz. Inson o'zini ichida nafsida bo'lib turgan narsani yaxshi bilib turadi. Alloh taolo uni shunday qilib yaratgan. Ya'ni o'zini aynayotganini ham, tuzalayotganligini ham his qilib turadi. Ixlosni, ya'ni kishi ixlosli ekanini yoki riyo qilayotganini ham o'zi biladi. Omonatdorligini ham, xiyonatkorligini ham biladi. Bu bashariy nafsning sirlaridan. Agar amaling Alloh uchun bo'lsa, xolis bo'lsa, musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlar jamoatini o'zingga lozim tutsang, qalbingda biron kimsaga nisbatan adovat bo'lmaydi. Qaranglar-da. Musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang,
musulmonlarni jamoatini o'zingga lozim tutsang, haq yo'lda bo'lsang, musulmonlarga nisbatan qalbingda adovat bo'lmasligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana bir qancha hadislarni o'qiymiz. U siz bilan bizga miqyos o'lchovlarni belgilab beradigan hadislar. Bariya minal kibri man hamala hajatahu bi yadihi. O'zingizni xizmatingizni qo'lingiz bilan qilib yurgan bo'lsangiz, demak siz kibrdan omonda ekansiz. Ya'ni kiyimini o'zi yamog'ini tikayotgan bo'lsa, mashinasini o'zi yuvayotgan bo'lsa, oyoq kiyimini o'zi boylayotgan bo'lsa. Ikkinchi hadis. Bariya minal nifaqi man aktara min zikrillah. Kim Allohning zikrini ko'p aytgan bo'lsa, nifoqdan omonda ekan. Nifoqdan, munofiqlikdan omonda bo'ladi kim? Allohning zikrini ko'p qilgan inson. Chunki o'tgan darsimizda aytdik-ku, "Vala yadhkurunalloha illa qalila." Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladi. Namozga tursa yalqonlik bilan turadi. Odamlarga riyo qiladi va Allohni ko'p eslamaydi. Allohning zikrida ko'p bo'lgan odam nifoqdan omonda bo'ladi. Va bariya minash-shuhi man adda zakata malihi. Nifoqdan omonda bo'ladi kim? O'zining molini, zakotini ado qilgan odam. Zakot bergan odam. Mana shu zakot ham ixlosga tegishli bir amalda. Ajoyib. Necha pulingiz borligini o'zi bilasiz. Hech kim bilmaydi necha pulingiz borligini. Va undan necha pul zakot chiqqanligini ham hech kim bilmaydi. Roza ixlos amali bo'lganidek birodarlar, hech kim ko'rmagan joyda ham rozador bo'lasiz. Zakot ham mana shu ixlosingizga dalolat qiladigan amallardan. Keyingi hadis: "Va bariya minal ghilli man akhlasa fil amali va nasaha walatal amr va lazima jama'atal muslimin." Musulmonni adovatdan, g'illag'ashlikdan qalbi pok bo'ladi. Qachon? Qachonki amalda ixlosli bo'lsa, boshliqlarga nasihatgo'y bo'lsa va musulmonlarning jamoasini o'ziga lozim tutsa. Ahli sunna val jamoada bo'lsa. Ahli sunna val jamoa kim desa, sunnatni mahkam ushlagan musulmonlarning katta qismi. Sunnat yo'lini ushlagan musulmonlarning katta qismi ahli sunna val jamoa. Mana endi musulmonlar ahli sunna val jamoa haq ekanligini dalili bormi? Bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tajtami ummati ala xato" yoki "La tajtami ummati ala dalala." Meni ummatim deganlar Rasululloh xato ustida jamlana olmaydi. Meni ummatim zalolat ishi ustida jamlanmaydi. Bu ahli sunna val jamoa degan musulmonlarning katta jamoasi ikkita aqida va to'rala mazhabdan bittasini ushlab kelgan, shu bilan ahli sunna bo'lgan. Ummatning katta qismi mana shu ikkita narsada jamlanyaptimi? Ikkala aqidada, to'rtta mazhabda. Demak, shu to'g'ri ekanligi bu hadis dalil bo'ladi. Chunki zalolat bo'lsa, ummatning katta qismi uni ustida jamlana olmaydi. La tajtami ummati ala dalala. Mening ummatim deyapti Rasululloh, zalolatni ustida, xato ish ustida jamlana olmaydi deyapti. Bu ummat ahli sunna val jamoa, Maturidi, Ash'ari aqidasi to'rala mazhab ustida boshi bir bo'lib kelyapti. Shuning uchun biz ikkilanmaymiz o'zimizni tutgan yo'limiz, aqidamiz, mazhabimizda. Ma'qulmi? Biz ahli sunna val jamoamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir kishi kelib so'radi: "Ya Rasululloh, mal qitalu fi sabilillah?" Ya Rasululloh, Allohning yo'lidagi jang, qitol qanday bo'ladi? Fa inna ahadana yuqatilu g'azaban. Oramizda ayrim odamlar g'azablanib urushadi. Va yuqatilu hamiyatan. Yana ba'zilar hamiya jihatidan urushadi. Millatchilik qilib, qabilachilik qilib, urug'chilik qilib. Farafa ilayhi rasahu faqal: "Va ma rafa ilayhi rasahu illa annahu kana qa'iman." Payg'ambarimiz ko'tarib turib boshini, endi tikka turgan edi bu odam, unga qarab aytdilarki: "Man qatala litakuna kalimatullohi hiyal ulya fa huwa fi sabilillahi azza va jalla." Bir odam achchig'i kelib g'azablanib urushyapti. Bir odam urug'chilik qilib, millatchilik qilib, qabilachilik qilib urushyapti. Rasululloh aytibdilar: "Kim Allohning kalimasi oliy bo'lishi uchun jang qilayotgan bo'lsa, bas shu Allohning yo'lida ekan." Ixlos juda ham xatarli mavzu. Payg'ambarimizning hadisini eslaymiz. Qiyomat kunida hisob kitob boshlanganda taroziga birinchi bo'lib 3 ta odam olib kelinar edi. Olim, boy
shahid. Dunyodagi eng qiyin ishlar. Olim umrini ilm yo'liga sarflagan, ilm o'qigan, umrini oxirigacha ilm o'qitgan. Alloh taolo tarozini oldiga olib keladi. Unga ne'matlarni eslatadi. Banda ne'matlarni eslaydi. Alloh taolo aytadi: "Nima qilding mana shu ne'matlarim ustida?" Bu olim banda aytadi: "Parvardigor, seni roziliging uchun ilm o'qidim, seni roziliging uchun ilm o'qitdim" deydi. Haqiqatan qilgan shu ishni. Ammo niyatini Alloh taolo biladi. Yolg'on gapirding deydi. Sen olim degan nom uchun qilding, hurmat e'tibor uchun qilding. Niyating shu edi. Odamlar seni olim dedi, hurmat qildi, maqom martabaga ko'tardi. Mukofotingni olding, sur buni jahannamga deydi. Yuzi bilan yerga ishqalab sudrab olib borib jahannamga tashlanadi. Akalar, bitta qunut duosini yodlab olishimiz qanchalar qiyin. 4 ta surani yodlab olishimiz qanchalar qiyin. Endi o'rgangan narsamizni birovga o'rgatishlik undan ham qiyin. Qiyin amalda qildi, ammo niyati noto'g'ri bo'ldi, jahannamga ketdi. Ikkinchi o'lib boyni olib keladi taroziga. Alloh taolo bu boyga o'zining ne'matlarini eslatadi. Banda tan oladi, e'tirof qiladi. Senga falon ne'mat berganman, yana senga davlat ham berganman. Nima ish qilding deydi. Banda aytadi: "Parvardigor, qayerda seni roziliging bo'lsa, shu yerga pul sarfladim. Yetim yesir, qarindosh urug', qiylanganlar, masjidlar, madrasalar yo'l solgan, haqiqatan savob ishlarni qilgan. Ammo Alloh taolo uning niyatini bilar edi. Aytadi: "Yolg'on gapirding. Sen saxovat pesha, xotamtoy, saxiy inson degan unvon uchun, nom uchun qilding. Qilding. Odamlar seni shunday deb atadi. Demak, haqqingni olding. Allohda haqqi qolmadi. Sur buni jahannamga deydi. Yuzi bilan yerga ishqab olib boriladi, jahannamga uloqtiriladi. Kim qoldi? Kim qoldi? Birinchi, ikkinchi odam, bittasi ilmini, bittasi pulini sarflagan bo'lsa, bu shahid jonini fido qilgan Alloh yo'lida. Alloh taolo ne'matlarni eslatadi. Banda tan oladi. Nima qilding deydi. Bu banda aytadi: "Parvardigor, men senga o'zimni jonimni qurbon qildim. Seni yo'lingda bo'lgan jangda jon fido qildim" deydi. Alloh taolo aytadi: "Yolg'on gapirding." Chunki buni ham niyatini bilar edi Alloh taolo. Siz bilan biz ham niyatimizni bilib turibdi hozir. Sen o'lsam meni shahid deyshadi, meni maqtashadi deb turib jang qilding, o'lding. Odamlar maqtadi, niyatingga yetding. Sur buni jahannamga deydi. Buni ham yuzini yerga ishqab olib borib jahannamga uloqtiriladi. Bu odamlar qilishi mumkin bo'lgan eng qiyin ishlar. Bular qildi uchalasi. Qildi, fe'lan qildi. Ammo niyati to'g'ri bo'lmadi, ixlos bo'lmadi, jahannamga uloqtirildi. O'shuning uchun aytyapmiz. Payg'ambarimiz Muoz roziyallohu anhu ga aytibdilarki: "Ey Muoz, ixlos bilan ozgina amal qil, yetadi shu" deyaptilar. Sa'd ibn Abi Waqqosga aytibdilar: "Ixlos bilan ozgina amal qil, darajang ham, martabang ham, yaxshiliging ham ziyoda bo'ladi" deyapti. Nima ekan? Birinchi navbatda birodarlar, ixlos ekan. Ixlos ekan. Munofiqlar kalima keltirgan, qaranglar. Munofiqlar namoz o'qigan, munofiqlar jihodga chiqqan Rasululloh bilan, lekin qalbida ixlosi yo'qligi uchun bu qilgan amallari ularni najotga olib chiqmadi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar dedi Alloh taolo. Munofiqlar jahannamning eng tubida bo'ladilar. Kofirlardan ham, mushriklardan ham, majuslardan ham pastda bo'ladi. Nima uchun? Nifoq bor bo'ladi qalbida. Shuning uchun siz bilan biz mashqqa kelayotganligimiz, ro'za tutayotganligimizga aldanib, o'zimizni ixlosliman deb aniq ishonib olmaylik. Ixlosimizni tezda nima qilib turaylik? Tekshirib turaylik. Niyatlarni tez yangilab turaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Shirk, riyo sizlarning qalbingizlarga shunday kirib keladiki, qorong'u xonada, qop-qora toshning ustida qora chumoli o'malab kirib kelgandek. Sezasizmi? Qop-qorong'u uyni tasavvur qiling. Qop-qora tosh tasavvur qiling. Uni ustida ketayotgan qora chumolni tasavvur qiling. Sezasizmi? Sezmaysiz. Mana shunday kirib kelib qoladi. Ya Rasululloh, qanday qilib qutulamiz bundan deb so'rashganida Rasululloh aytdilar: "Allohumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamu va astaghfiruka lima la a'lamu innaka anta allamul g'uyub" duosini o'qib yuringlar dedilar. Kalimai raddu kufr. Ya'ni kufrni
rad qilishlikni kalimasi. Shu kalimani hech bo'lmasa ertamanda 3 ta kechki paytda 3 marta o'qib qo'yaylik. Bironta savobli ishga kirib ketayotganda, chiqib ketayotganda bir nima qilib qo'yaylik, o'qib qo'yaylik. Nima degani? Allohumma inni a'udhu bika, Parvardigor, men sendan panoh tilayman. Min an ushrika bika shay'an va ana a'lam. Bilib turib shirk keltirib qo'yishdan panoh tilayman. Bilmasdan shirk keltirib qo'yishdan panoh tilayman. Albatta sen g'aybda bo'ladigan zotsan. Tog'dek keladigan solih amaling bor banda. Ammo uni ortidan sen Allohning rizosi emas, boshqa narsani ko'zlaysan. Xo'ja ko'rsinni, odamlarning maqtovini, bu habada bo'lib ketadigan amal bo'ladi, birodarlar. Mana aytdik, muhabbat mavzusi xatarli mavzu edi. Ammo ixlos undan ko'ra xatarliroq bo'lgan mavzu. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ana aghnal aghniya anish shirk. Man amila amalan ashraka fihi g'ayri fa huwa lillazi ashraka fihi va ana minhu bari." Kim Alloh taolo aytadi: "Men shirkdan pokman. Kim menga birovni sherik qilgan holida bir amalni qilsa, bas uning amali o'sha sherik qilganiga, men undan pokman." Amalingiz 99% Allohning roziligi uchun bo'ldi, 1% mahalladagilarda ko'ngli uchun bo'ldi. 99% Alloh uchun bo'ldi, 1% riyo uchun bo'ldi. Alloh buni qabul qilmaydi. Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Albatta Alloh pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi. Jasadingiz pok bo'lsin, kiyimingiz pok bo'lsin, joyingiz pok bo'lsin, qalbingiz pok bo'lsin. Boshqa hadis qudusiyda riyo uchun savobli amal qilgan odamga Alloh taolo qiyomatda aytadi: "Izhab fakhudh ajraka mimman amilta lahu la ajra laka indana." Bor, ana shu amalingni kim uchun qiluvding? Mukofotini o'shundan so'ra. Bizi huzurimizda senga mukofot yo'q. Bizi huzurimizda senga mukofot yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha la yanzuru ila ajsadikum va la ila suwarikum." Alloh sizlarni suratinglarga, jasadinglarga qaramaydi. Walakin yanzuru ila qulubikum va ashara bi asabihi ila sadrihi. Va barmoqlari bilan o'zini ko'ksiga ishora qilib turib, qalbiga ishora qilib, Alloh taolo sizlarni qalblaringizga qaraydi deb ishora qildilar. Shuning uchun bir odamni savlati kelishgan, figuralar tekis, basavlat, so'zlari nihoyatda bir salobatlik, haybatlik, ammo unda ixlos bo'lmaydigan bo'lsa Alloh taolo qaramaydi. Agar bu insonning qalbida ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh azza va jalla bu bandaga zarracha bir parvo qilmaydi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu oxir zamondagi holatlarni, alomatlarni zikr qilib aytadi. U davrda kishining qadri uning matohi bo'lib qoladi. Agar muhsin bo'lmasa, insonning qiymati yo'qdir. Ya'ni hozirgi siz bilan biz ko'rib turgan zamonimiz. Dunyo matohi qanchalar qo'lida katta bo'lsa, shu odamning qadr qiymatli ekanligini belgisi bo'lib qoldi. Mashinasi chiroyli bo'lsa, telefoni qimmat bo'lsa, uyi chiroyli bo'lsa, xullas dunyo matohi katta bo'lsa, boshqalarnikidan afzalroq bo'lsa, shu odamning qadr qiymati baland ekanligini belgisi bo'lib qoldi. Innalloha la yanzuru ila ajsamikum va la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: albatta Alloh taolo sizlarning jasadlaringizga ham qaramaydi, suratlaringizga ham qaramaydi, balki sizlarning qalblaringizga va amallaringizga qaraydi. Zohirda amallarimiz bo'ladi, botinda qalbimizdagi narsa bo'ladi. Qilayotgan amallarimizning maqbul bo'lishligi ikkita narsaga bog'liq. Ixlos va muvofaqatas sunnah. Qilayotgan ishimizda xolis Allohning roziligini ko'zlagan bo'lishimiz kerak va zohirida amallarimiz sunnatga muvofiq bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu mana asarlarda keltiriladi. Alloh taolo aytadi: "Al-ixlosu sirrun min sirri, istavda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi." Ixlos deydi Alloh taolo. Men o'zim yaxshi ko'rgan bandalarning qalbiga joylagan sirdir. Ixlos Alloh yaxshi ko'rgan bandaning qalbiga joylangan Allohning siri. Ixlosning nima ekanligini, ixlosning mazasini bu ixlos degan amalga kirishgan odamgina totib ko'ra oladi. Ixlos
haqning sirlaridan. Shuning uchun ixlosi yo'q odam haloyiqning maqtovini quvib yuradi. Odamlar maqtashini, unga sano aytishligini istab yuradi. Ammo haqiqiy muxlis odam, xolis Alloh uchun ish qilayotgan odam, odamlarning maqtoviga kerak emas. Mana shu maqtovga o'zini muhtoj deb bilmaydi. Masalan, like bosib qo'ying deydi. Xullas o'sha qaysidir ijtimoiy tarmoqqa suratini qo'yadi. Bunday qilib tushadi, bunday qilib tushadi. Fransiyaga borib tushadi, xullas Amerikaga borib tushadi-da, like bosib qo'yinglar deydi. Lekin har kuni ochib qaraydi hali suratini. Mo kattalar bilmaysizlar, shunga kasal bor hozir aka. Bunday qarayda nechta odam like bosibdi deydi. Nima uchun shu like kutadi, bilasizmi? Insonni ichida boshqalar unga diqqat e'tibor qilishliklariga bo'lgan ehtiyoj bor. Ana shu like-ni bossa, demak 300 ta like bo'pti, 300 ta odamga yoqibman deydi-da, o'zini qadrli his qiladi. Qadr qiymatim bor ekan deydi. Endi hali bosa ekanga nima rezon? Bosa ekanga nima interes desiz, unga ham xuddi o'sha narsa. Bizning ham fikrimiz kimgadir interesli ekan. Ammo muxlis banda esa unga odamlarning like-i ham, odamlarning maqtovi ham, odamlarning sanoatini ham keragi yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taoloni qadrlagani shu bandasini kifoya qiladi. Muxlis banda Alloh bilsa bo'ldi deydi. Aksincha, qilgan amalini odamlar ko'rib qolishligini xohlamaydi. Alloh bilsa bo'ldi deydi. Tushunarlimi nimaga like bosasizlar? Muxlis odam o'zida maqtovga muhtojligini his qilmaydi, chunki Allohga bo'lgan ixlosi uni o'zi saodatli qilib qo'yadi. Shuning uchun odamlarning maqtoviga intilmaydi. Agar bir odam savobli ish qilib turib, odamlarni qadrlashini kutayotgan bo'lsa, demak bu odamda ixlosida kamchilik bor. Ulamolar ixlos haqida nima deyishgan? Qur'on oyatlari, sahih hadislar, hadis qudusiylar ixlos amalning yarmi ekanligini bayon qiladi. Innamal a'malu binniyat. Ulamolar aytishadi, ifrodul haqqi subhanahu va ta'ala bil qasd fi at-ta'a. Ixlos nima? Ixlos toatdagi qasdda Alloh subhanahu va taoloni yakkalash. Toatdagi maqsadda, toatdan maqsad nima? Alloh taoloni yakkalash. Masalan, bir yigit ko'chada o'rtoqlari bilan ketayotdi, peshinga azon aytib qoldi. Shunda do'stlari masjidga kiruvdi, ularga qo'shilib kirdi. Endi savol, agar yolg'iz o'zi ketayotganida, azon aytganida kirarmidi, kirmasmidi? Agar yolg'iz ketayotganda azon aytsa kirmaydigan bo'lsa, demak bu odam ixlosi yo'q. Do'stlaridan uyalganidan, xijolat bo'lganidan, ulardan ajrab qolmasligi uchun kirdi. Demak bu odamning qilgan ishida nima yo'q? Ixlosi yo'q. Ixlos nima? Ixlosning ta'riflaridan tasfiyatul fi'li an mulohadatil makhluqin. Ixlos amalni, fe'lni mahluqotlarning mulohazalaridan poklash. Ya'ni odamlar ko'rdimi, ko'rmadimi, unga e'tibor bermaslik. Agar qilayotgan ishingizni odamlar ko'rishiga qalbingizda rag'bat bo'lsa, birodar, ixlosingizni nima qilib qo'ying? Teshirib qo'ying. Yana aytiladi, ixlos nima? Ixlos xalqning mulohazasidan nafsingni to'sishlik. Seni qalbingga odamlarda maqtashi ham, yomonlashi ham farqsiz bo'lishligi. Seni bomdodga chiqayotganini bilsa ham, bilmasa ham chiqaverasan. Seni qilgan ihsoningni birov ko'rsa ham, ko'rmasa ham qilaverasan. Masjidning yonida katta bir qassobxona bor. Qadimda bo'lgan qissalardan har kuni haligi qassob yarim kilodan, 1 kilodan 4 ta 5 ta go'sht tayyorlab turadi. Namoz o'qib chiqib ketayotgan odamlarga qarab turadi. Faqir muhtojlar bo'lsa, shap-shap qo'liga beradi, ihson deydi. Odamlar qassobni yaxshi ko'radi. Solih inson, xayri saxovatli, rahmat ham kutmaydi. Shunday tarqatib qo'yib ketadi, qoyil. Endi mana shu jamoatda bir boy odam bor edi, oshiqcha boy odam, hech ham ihson qilmas edi. Haligini malomat qilishaveradi. Sen qilmaysanmi, ammo qassobni qara. O'zi 1 kilo, 2 kilo go'shtni foydasiga tirishchilik qiladi, lekin qarab berayotganini. Xo'p deb qo'yar edi, indamas edi.
Oradan vaqt o'tdi, haligi boy vafot etdi. Birdan qassob go'sht bermay qo'ydi. Ma'lum bo'ldiki, o'sha boy pulni berib qo'yar ekan, qassob tarqatar ekan. Odamlar qassobni maqtayapti. Boyagi boyni maqtashmayapti. Mana shu boy muxlis odam deyiladi. Chunki unga odamlarning maqtovi keragi yo'q edi. Illa bitigha awajhi robbihil a'la. Faqatgina oliy bo'lgan Parvardigorini yuzini ko'zlab amal qilgan edi bu odam. Mana o'luvdi, keyin ma'lum bo'ldi. Bormi birorta amalimiz? O'zimizdan so'raylikki, qildik, hech kim bilmadi. Hech kim bilmadi umuman. Agar bor bo'lsa, umid qiling. Ehtimol bitta shugina amali sizni jannatga kirib ketishingizga kifoya qilib qolar. Man shahida fi ikhlasihi al-ikhlasa fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlasin. Kim o'zining ixlosida ixlosni ko'rsa, bas uning ixlosi ixlosga muhtoj ekan. Kim o'zining ixlosida ixlosni ko'rsa, bas uning ixlosi ixlosga muhtoj ekan. O'zini muxlis deb bilyaptimi? Men muxlisman, ixlosli odamman deyaptimi? Bu odamga ixlos kerak. Chunki muxlis odam men ixlosliman, muxlisman demaydi. Yana bir marta qaytaramiz. Alloh subhanahu va taologa da'vat qilishlikdagi eng xatarli mavzu bu ixlos. Ixlos dinning asli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shu hammamiz bilgan hadislari innamal a'malu binniyat. Amallar niyatga bog'liq. Bu hijrat haqida aytilgan hadis edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalariga Madina Munawvaraga hijrat qilishlikni buyurganlaridan keyin hijrat boshlandi. Kimning hijrati Alloh va Rasuli uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va Rasuli uchun bo'ldi. Kimning hijrati dunyo matohiga erishlik bo'lsa, uning hijrati shu uchun bo'ldi. Kimning hijrati biror ayolga nikohlanish uchun bo'lsa, uning hijrati ana shu uchun bo'ldi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Nima deb hijrat qildi? Hijrati o'shunga. Haj ham shunaqa. Umra ham shunaqa. Zeriktirdi jo'ralari, bormaysanmi hajga? Bormaysanmi umraga? Puling bor-u, aytishaverdi, zeriktirishdi. Borsam borib kerak. Shu uningni o'chirishgina deb borib keldi. Nima bo'ldi bu amal? Bu amal jo'ralarning gapidan qutulish uchun bo'ldi. Amalning qiymati birodarlar uning niyatiga bog'liq. Al-ixlos istiva'u a'malil abdi fi zohiri wal batin. Ixlos nima? Ixlos bandalarning amallarini zohiri ham, botini ham bir xil bo'lishi. Zohiri ham, botini ham. Kishi yolg'iz qolganda Alloh man qilgan ishlardan to'xtayaptimi? Yolg'iz qolganda uni shu ishdan to'xtatadigan qo'rquvi bormi? Agar yolg'iz qolgan paytda uni ma'siyatdan to'xtatadigan qalbida taqvosi, qo'rquvi bo'lmasa, Alloh uni boshqa amallarga parvo qilmaydi. Demak, amalimizni zohiri ham, botini ham bir xil bo'lishi kerak. Amalning botini zohiridan yaxshiroq bo'lishi kerak o'zi aslida. Endi ikkalasi teng bo'lsa ham katta gap. Agar odamlarning orasida yurgan paytingdagi taqvoying bilan yolg'iz qolganda ham tura olsang, demak sen ixlosli odam ekansan. Ma'qulmi? Otasini, onasini oldida, yosh kattalarning oldida uyat gapni gapirmaydi. Televizorda birovni bir nojo'ya bir surat chiqib qolsa teskari qaraydi. Kim oldida? Odamlarning oldida. Lekin yolg'iz qolganda telefoni bilan shunda ham ko'zini tiya oladimi? Agar yolg'iz qolganda ham tiya olayotgan bo'lsa, bu odam ixlosli odam. Aks holda bu odam ixlosli bo'lmaydi. Yana aytilinadi, al-ixlosu nisyanu ru'yatil xalqi bidavomi nazari ilal haqq. Haqqa nazar solishda davomiy bo'lib, xalqning qarashini unutishlik. Allohning o'zi bilan ovora bo'lgan odam, odamlar unga nima deyishligini qizig'i yo'q unga. Sahl Tustaridan so'raldi. Nafs uchun eng og'ir narsa nima? U javob berdi. Nafs uchun eng og'ir narsa bu ixlos. Chunki ixlosda nafs uchun bironta ulush yo'q. Unda shahvat yo'q.
Ixlos uni sindirib, tekshirib turadi. Ixlos nafs uchun yuk. Ixlos nafs uchun yuk. Ixlos nima? Ixlos doim nafsizga teskari bo'lgan, nafsiz xohlamayotgan ishga buyurib turadi. Obro' olinadigan joyda bo'lishni xohlaydi nafs, ammo ixlos nima qilmaydi? Bunga yo'l qo'ymaydi. Kim qilib qo'yibdi-ki, ertaman kelsak masjidga polosni yangi qilib solib qo'yibdi. So'pi ham bilmayapti kim qilganligini. Men qildim shuni degan keladi. Nafsing shuni xohlaydi, lekin ixlosing nima qiladi? Aytyapmiz-ku, ixlos nafs uchun nima ekan? Nafs uchun yuk ekan. Qur'onda chiroyli o'qib berdingiz, patoga kirib bir-biriga ishora qilib olishdi. Zo'r o'qir ekanmi? Kim ekan? Ketdingiz, qulog'ingiz bittasi qoldi o'shada. Qulog'ingiz bittasi qoldi o'shada. Birodarlar, juda xatarli va qiyin mavzu. Qiyin. Har doim o'zimizni ixlosimizni tekshirib turishimiz kerak. Nafs nimani xohlaydi? Nafs inson uning eng chiroyli holatda turganini boshqalarni ko'rishini istaydi. Namozda ko'z yosh to'kayotganingizni istaydi nafs. Odamlar ko'rsa edi. Hech kim ko'rmayotgan joyda bir savobli ish qilayotganingizni odamlar ko'rib qolsa edi. Riyo, sum'a. Ulamolardan biri dedi, kim Alloh uchun 40 kun ixlosli bo'lsa, Alloh taolo uni tilidan hikmat buloqlarini chiqarib qo'yadi. Qalbida hikmat bulog'i paydo bo'ladi. 40 kun ixlos. Bu qiyin narsa. Ammo shuni uddalagan odamga Alloh taolo hikmatni ato qiladi. Xatolarni to'sib qo'yadi. To'g'ri yo'lni ilhomini beradi. Qalbini iymon bilan obod qiladi. Yana ulamolar aytishadi, agar banda ixlosli bo'lsa, undan riyo va ko'p vasvasalar ketadi. Ixlos nima? Ixlos ortiqcha, har qanday ortiqcha narsadan qalbni poklashlik. Mana temirda tarkibida birodarlar turli bir aralashmalar bo'ladi. Ana shu aralashmalarning ko'pligi temirni mustahkamligini ketkizadi. Ustiga yuk tushsa temir sinib ketadi. Agar temir ichida hech qanday aralashmalar bo'lmasa, sof temir o'zi bo'ladigan bo'lsa, har qancha yukni ko'taradi. Ammo ichiga boyagi biz aytayotgan axlatlar, boshqa aralashmalar qo'shilib qoladigan bo'lsa, u temir edimi deb purut edi. Nimaga uzilib ketdi u? Ichida axlat ko'p edi-da. Birodarlar, ana shu temir siz bilan bizning qalbimiz. Ana shu aralashmalar bu riyo, summa, xo'ja ko'rsin bo'lgan ishlar. Yana aytiladi, ixlos amalga nafsning xohishlarini aralashtirmaslik. Odamlarga yoqishlik, ularning maqtovlari, ularga yomon ko'rinib qolishidan qo'rqish, ularni qo'lidagi mollarini, dunyolarini, hurmatini istash, ularning xizmatini talab qilish, shunga o'xshagan narsalarni istashlik ixlosga xilof ishlar. Bilasizmi siz qachon xolis ish qilasiz? O'rdaklar suvda suzib yurgan bo'ladi, ko'rasizlar televizorda, nonni sindirib tashlaydi. Hech kim yo'q. Yoki shunday suvga tashladingiz nonni, baliqlar kelib yeyapti. Shunda indamay ketaverasiz. Baliqlardan rahmat kutasizmi shunda? Mana shu ish haqiqiy ixloslik. Tashladingiz, ketdingiz. Xuddi qilmagandek ketdingiz. Muxlis odam savob ishni qiladi, qilmaganda qilib yuradi. Gilonni solib qo'yadi, orqa-roqda joy bo'lsa ham o'tiraveradi. Oldiga o'tkazmasa xafa bo'lmaydi. Uni qadrlashlarini kutmaydi. Yana qaytarib aytaman, istenda o'zingizni hayotingizda bironta shunaqa amalimiz bormi bizni? Qildik, hech kimga bildirmadik. Ixlosning darajalari bor, birodarlar. Birinchi daraja. Ixlosli odam meni amalim bor deb bilmaydi. Ya'ni qilib qo'ygan katta amalingiz bor bo'lsa ham, masalan, katta masjid solib qo'ydingiz. Mana shu masjidni, mana shu katta amalni meniki deb o'ylayapsizmi? Demak, sizda ixlos yo'q. Chunki bu ishni o'zim qildim deb Allohdan mustaqilman deb o'ylayotgan bo'lasan. Tushunarlimi? Qilib turib Allohning fazli bo'ldi deyish kerak. Men qildim deyapsizmi? Demak, Allohdan mustaqil ravishda qildim deb o'ylayapsiz. Birinchi darajasi nima ekan? Meni amalim bor deb bilmaydi.
ixlosi bor odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar: Parvardigor, men sen bilan borman. Sen tufayli borman. Men sening o'zing bilan qoimman. Menda bor narsaning hammasi sening fazlingdan, maqsadimning hammasi seni o'zing. Menda nima yaxshilik bo'lsa Allohdan, menda nima kamchilik bo'lsa bu o'zimdan. Agar inson shunaqa e'tiqodda yashasa, oyog'i yerdan ko'tarilib ketmaydi, kibrga, g'ururga ketmaydi. Zakovating, ilming, tajribang, infoqing bularning hammasi Alloh taoloning o'zidan, Alloh taoloning fazlidan. Meniki dema banda. Chunki Qorun qola innama utituhu ala ilmin indi degan edi. Mendagi buncha moli davlat menga mendagi ilm tufayli berildi. Meni ilmim tufayli degan edi. Keyin nima bo'ldi? Yer yutdi. Ya'ni Parvardigor, men sen bilan borman, sen bilan qoyimman. Menda nima yaxshilik bo'lsa bu sendan, endi nima kamchilik bo'lsa buni o'zimdan. Va ma tashauna illa an yasha Allohu robbul alamin. Ey insonlar, sizlar faqat Alloh xohlagan narsanigina xohlay olasizlar. Alloh xohlamasa sen qila olmasding bu narsani. O'shuning uchun har safar bir ishni qilgan bo'lsak, aytaylik, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi. Ozgina biz mehnatimiz sabab bo'lib, shu ish bo'lib ketdi. Yoki bo'lmasa, iloji bo'lsa, majhul siyg'asida gapirish kerak. Birodarlar, mana shu masjid qilindi. Mana shu savobli ishlar tarqatildi odamlarga deyilsa, shu ish harakatni bajargan odam yo'q. Kim deb so'ramaysiz. Qildim, etdim deyaptimi? Demak, bunaqa odamda ixlos yo'q. Men qildim demayli hech qachon. Chunki sen biron bir yaxshi ish qilgan bo'lsang, Alloh izn bergani uchun shunday qilding. Agar izn bermaganida bunday qila olmasding. Agar Alloh qo'llamaganda sen bu ishni qila olmasding. Agar Alloh seni ahli haq bilan birga qilmaganida bunday bo'lmasding. Agar Alloh senga mana shu molni, quvvatni bermaganida sen shu holatda bo'lmasding. Shuning uchun amalingni zo'r ekanligini ko'ryapsanmi? Ancha-muncha odam qila olmaydigan ishni qilib qo'ydim, deyapsanmi? Ixlosing yo'q ekan, birodar. Iza arada robbuka izhara fadlihi alayka xalaqal fadla va nasabahu ilayka. Agar Alloh o'zining senga bo'lgan fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, ana shu fazlini yaratib, uni senga nisbatlab qo'yadi. Alloh bir qoriga ovoz berdi. Ki Qur'on o'qisa hamma yayraydi, maza qilib eshitadi. Shunda qori nima deydi? Nima deydi? O'zi Qur'onni mehnat qilib yodladim, ovozim ustida qattiq ishladim, sovuq suv ichmadim, tuxum yutib yuruvdim deb o'ziga nisbat qilsa pishdi. Endi Alloh taolo bir qoriga chiroyli ovozni bergan bo'lsa, demak shu bandaga o'zining fazilatini ko'rsatmoqchi bo'pti, shu ovozni yaratib turib berib qo'yibdi. Tushuntira oladimmi? Bugungi asosiy olishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Agar Alloh seni erkalatmoqchi bo'lsa, shu bir fazilat yaratib turib, "Ma banda senga" deb qo'yadi. Mana shu Allohning fazli bo'ladi. Shuning uchun aytayapmiz, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, keyin mana shu ish chiroyli bo'ldi. Alloh taolo sizga fazilat ko'rsatishni xohlagan bo'lsa, sizni erkalatishni xohlagan bo'lsa, boylikni yaratdi, "Ma banda senga" dedi. O'zi sen loyiq emas eding bu boylikka. Tushunarlimi? Agar Alloh o'zining senga bo'lgan fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, ana shu fazlni yaratib, uni senga nisbatlab qo'yadi. Men mehnat qildim, shuning uchun Alloh haqqimni berdi deyish haqqimiz yo'q. Men shunga loyiq mehnat qildim, men shu kungacha sabr qildim, men shuncha mehnatni ko'tardim, shuning uchun Alloh berdi. Ya'ni men shunga loyiq edim deb bo'lmaydi. Chunki sendan ko'ra ko'proq mehnat qilayotganga Alloh bermayapti. Bu nimaga o'xshaydi? Ishchi 10 ming so'mlik ishni qildi, dogovor qildi. Ishi 10 ming so'mga dogovor qilindi, 10 ming so'mlik ish uyning egasi boyaga ishchiga 10 mingni beradi-da. Bu uni haqqi. Keyin 5 ming qo'shib qo'yadi mehmon sizga deydi. Mana shu fazl deyiladi.
Sening ishing 10 minglik, olib olding, lekin mendan nima? Fazl bu siz loyiq emassiz unga. Alloh taolo sizga bergan hadiyasi. Mana bo'pti banda senga degan. Agar Alloh bir bandasiga o'zining fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, shu fazlni yaratib turib, shu bandaga nisbat qilib qo'yadi. Shuning uchun sizda nima fazilat bor? Qarang, boshqalarda yo'q bir narsa bor sizda. Pulingiz bor, ilmingiz bor, chiroyingiz bor, quvvatingiz bor, chiroyli ovozingiz bor, qandaydir odamlar bilan go'zal muomalangiz bor. Nima bor sizda? Yaxshilik. Aytingki, bu Allohning menga bergan hadiyasi, Allohning menga bergan fazli. Bizda nima yaxshilik bo'lsa Allohning fazli. O'shuning uchun doim hokisor yurishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramani fath qilganlarida 13 yil Makkada mushriklar tomonidan aziyat ko'rdilar. Hijrat qilganidan keyin 8-yil Makkani fath qildilar. 21 yil mehnat, mashaqqatni, qiyinchilikni, ochlikni, xorlikni ko'rib, toshbo'ron bo'lgan. Rasululloh Toifdan qaytayotib, namoz o'qiyotganda isha chavola tashlab qo'yishgan. Rasulullohning yuziga tupurishgan. Rasululloh qorni ochligidan Xandaqda ikkitadan toshni baylab yurgan zot 21 yillik mehnatni qilib Makkani Alloh taolo fath qilib berganida g'olib, muzaffar qo'mondonda mashinada to'shini ko'tarib kelmadilar. Balki shunday bir hokisorlik bilan engishib, tuyasini o'rkachiga soqoli tegadigan darajada engishib, hokisorlik bilan kirib keldi. Biz mehnatimizga yarasha mukofotni oldik demayapti. Mana biz kimdan o'rganishimiz kerak? Mo'min kishi bir idishga o'xshaydi-ki, u idishning ichiga oltin to'ldirilgan. Agar o'zini oltinga to'ldiraman deb o'ylay boshlasa, ichidagi oltini bo'shatib qo'yiladi. Natijada idishning o'zi qoladi. Idish esa qadri bo'lmaydi. Bir xum tilla deydi. Uni siz ehtiyot qilasiz, uni ko'tarasiz, tushirib olmaysiz. Nima uchun? Xumni qadrlaysizmi, ichidagi tillasinimi? Tillasi to'kilgandan keyin u xum hech kimga kerak emas. Demak, mo'min banda idishga o'xshar ekan, ichidagi tilla bu uning ixlosi ekan. Ixlosi qancha ko'p bo'lsa, shunchalar qadrli bo'ladi bu idish. Ammo oltindan bo'shagan idishni qadri qolmaganidek, agar insonning qalbida ixlosi bo'lmasa, bu insonning ham qadri qolmaydi. Ammo u fazilatni o'zining egasiga nisbat qilsa, qaytarsa, Allohning fazlida bilsa, oltin o'sha idishda doim qoladi, u bilan idish qadrli bo'ladi. Demak, banda sen o'zingni fazling bilan emas, Allohning fazli bilan azizsan. O'zingni ilming bilan emas, Allohning ilmi bilan qadrlisan. O'zingni quvvating bilan emas, Allohning quvvati bilan quvvatlisan. Mana shuni narsani ta'kidlab Alloh taolo aytadi: "Walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan, walakinnalloha yuzakki man yasha'u wallohu samiun alim." Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'lmas edi. Alloh bermasa, birortamiz gunohdan tiyila olmaymiz. Allohning fazli bo'lmasa, bironta surani yodlay olmaymiz. Allohning bizga fazli bo'lmasa, bir tiyin sadaqa qila olmaymiz. Agar Allohning fazli bo'lmaganida birortalar bitta gunohdan pok bo'la olmas edilar, deyapti Alloh taolo. Lekin Alloh o'zining fazli marhamati bilan o'zi xohlagan kishini poklar. Alloh eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zot.